Mana Pavarotdagi yana bitta proyektimiz bu ofis edi. Men sizlarga aytgandim, bu remontdan keyin render bilan birga bir chiqadimi, yo'qmi? Hozir ichkarini 99% bitirdik. O'shani endi sizlarga ko'rsatmoqchiman, qanaqa remontlar bo'lganini. Mana bu ofisimizda to'liq hamma narsasi bitdi. Mebeligacha olib kelib qo'ydik. Mebellarini ham hammasini harakat qildik birga bir ishlashga. 1% narsamiz mirovoy xaritamiz, buni zakaz qilganmiz keladi. Qolgan hamma narsasi chotki idealni chiqqan. Bambuk panellar bilan ishladik, reychli patologlar, mana bu treklar, mana bu divanlarimizgacha o'sha renderda qanday bo'lsa, o'sha narsani qildik. Mana bu direktorskiy xonaga keling. Direktorskiy xonani ham eshiklarini mana skrytli eshikchalardan qo'yib, mana taroqchalar bilan birga bir ishlaganmiz. Mana bu go'zallikda bu. Ana bu joy idealniy remont deydi. Mana bu tog' toshlarimizga baho beringlar. Ana bu joy вообще dahshat. Bunaqa ofisda kelib, mana bunaqa samolyotlarga bilet olsangiz bo'ladi. Bemalol. Mana shunaqangi idealniy remont, dizayn bilan birga bir chiqadigan remont kimga kerak bo'lsa, Remstar jamoasiga murojaat qiling. Bizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Ishimizga like bosing.